bir lavha. Bilamizki, Imom al-Buxoriy Buxoro shahridagi madrasada tahsil olganlar va mana shu yerda bir dona imom kitob va bir dona hadis orqali dars o'tamoqda. Yuqoridagi ekran ko'rsatsa, Imom al-Buxoriyadagi 10 yoshda qanday qilib ustoziyat hadis imom Dohiriyni xabarida to'g'rilaganligi aks etgan. Dohiriy hadisni o'qiydi. Al-Buxoriyni qarasa, o'rniga shogirdi al-Buxoriyni qalamini qo'lga olib, xatoni to'g'rilab qo'ygan ekanlar. Va bizdan chap tomondagi mana bu devorimizda Imom al-Buxoriyning ustozlari shaharlarga ko'ra taqsimlangan. Bu kishining ustozlari islom dini keng tarqalgan deyarli barcha shaharda, jumladan Bog'dod, Makka, Madina, Nishopur kabi shaharlarda bo'lgan va umumiy olganda 1080 dan oshiq ustozga ega bo'lganlar. Va biz orqa tomonimizdagi o'sha devorga qarab turib bo'lamiz. Imom al-Buxoriyning ilmiy safarlari yillar bo'ylab taqsimlangan. 910-yil Buxoro shahrida tavallud topadilar Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim va shundan so'ng 6 yoshida qilganimizda chizig'imiz 14,000 kilometrni tashkil qilgan bo'lardi. Mana shuncha masofani al-Buxoriy otda, tuyada va yayov bosib o'tganlar va bularni barchasi ilm o'rganish va ilm tarqatish maqsadida bo'lgan. Va nihoyat ular ham o'z hadislar to'plamini keyinchalik yozib qoldirgan. Keyinchalik mana kitobga aylandi. Oldin varoqlar ko'rdik-ku. Varoqlarda yozib kitobga aylantirgan. Ko'rdinglarmi, tepada mana varoqlar, tepadagi varoqlar kitoblarga aylanyapti. Ko'rdinglarmi? mukammal tarzda javob taqdim qiladi. Va mana shundan so'ng Imom al-Buxoriyning ilmlariga ishongan, qoyil qolgan muhaddislar al-Buxoriyning muhaddislar imoni deya boshlaydi. Ba'zi manbalarda esa ulamolar ibn Ramozi yoki hadis ibn degan nom ham uchrab turadi. Qarshimizdagi ushbu alhamdulillah yoshligida ko'z nuridan ayrilganligi tasvirlangan. Manbalarda keltirilishicha 2-3 yoshda ko'z nuri oyatlar o'qib berar edilar. Va har kuni u voqea iltijo qiladi. Ya Robbim, farzandim ko'z nurini qaytarib ber.